Xurma darxi va mo'min odam. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Statistikalik vositalar ichida eng ko'p qo'llaniladigan vositalarning biri o'qitish bo'lib, ma'lum bir uqumni tushuntirishda uning roli intayin zo'r. Chunki u tilning konkret, jonliq va obrazliq bo'lishiga yordam berib, kishilarning tushunishini o'ng'aylashtiradi. O'qitish orqali o'y fikrini va cho'nqur bir mazmunni obrazliq uqtirg'ili bo'ladi. Alloh taolo Ibrohim surasi 24-26 oyatlarida mundaq degan: Allohning mundaq bir tamsil ko'rsatganligini ko'rmadingmi? Kalima tayyiba, ya'ni yaxshi so'z, iymon kalimasi yiltizi yerning ostida bo'lgan, shexi osmonga taqashgan, Parvardigorning izni bilan vaqti-vaqtida meva berib turadigan esil daraxtga o'xshaydi. Alloh kishilarga vaz-nasat olsin deb, ularga nurg'un tamsillarni keltirdi. Yomon so'z, kufr kalimasi zamindan qo'mirib tashlangan, hech qanday qarori yo'q nachar daraxtga o'xshaydi. Alloh taolo bu yerda go'zal so'zni go'zal daraxtga o'xshatgan. Chunki go'zal so'zning mevasi go'zal ish-harakat, yaxshi daraxtning husuli shirin mevadir. Mufassirlarning qarashicha, go'zal so'z bir Allohdan boshqa haq ma'bud yo'q, Muhammad Allohning elchisidir degan so'z bo'lib, bu so'z hamisha go'zal axloq va yaxshi ishlarning maydoniga chiqishiga turtki bo'ladi. Alloh rozi bo'ladigan har qanday go'zal ish-harakat mana mushu so'zning mevasidir. Aksicha, yomon so'z oyatda nachar daraxtga o'xshatilgan. Yomon so'z Allohni inkor qilish bo'lib, bu so'z har turli fitna-fasod, falokat va musibatning manbasidir. Yomon so'z ham dunyoda, ham oxiratda falokatlarga sabab bo'ladi. Bu faqat Qur'ondagi ko'p o'qitishlardan bir misol. Payg'ambar alayhissalom ko'plagan hadis shariflarda o'qitish uslubini qo'llangan. Masalan, Imom Buxoriy va Imom Muslim sahihlarida rivoyat qilingan bir hadisda mundaq o'qitish bor. Daraxtlarning ichida yaproq to'kilmaydigan, har doim Allohning izni bilan meva berib turadigan bir daraxt bor. U mo'minga o'xshash. U bo'lsa xurma daraxidir. Bu nima degan go'zal o'xshatish, nima degan rost o'xshatish? Chunki xurma daraxtida mo'minning moddiy va ma'naviy sifatlari gavdalangan. Birinchi, xurma daraxti tub-tuz o'sadigan daraxt. Uning agiri yoki singayan yeri yo'q. Mo'min kishimi shundoq tuz bo'ladi. Bir Allohga ishonadi, ish-harakatlarida Qur'ondagi ilohiy yo'ldan qayrilib ketmaydi. Mo'min kishi o'y fikrida tuz, e'tiqodda to'g'ri, so'zida rostchil, ish-harakatida durust bo'ladi. Ikkinchi, xurma daraxining yiltizi yerning ostiga petib ketgan, shoxlari ko'kka taqashgan bo'ladi. Mo'min kishimi shundoq bo'ladi. Uning Allohga va Allohning birligiga ishonchi mazmut bo'ladi. U turmushiga munosabatlik har qanday ko'rsatmalarni Alloh nozil qilgan Qur'ondan oladi. Uning zaminda qilgan taat ibodatlari Allohning dargohiga ko'tarilib maqbul bo'ladi. Uchinchi, xurma daraxti mazmut va kuchlik bo'lib, uning bo'yi osmonga taqashsimi, bo'ron chapqunlar uni tavritolmaydi. Mo'minmi shunga o'xshash. Uni baloyi ofat, musibat va ig'ir kunlar yiqitolmaydi. Mo'min kishi beshiga kelgan har qanday ig'irchiliklarga sabr qiladi. O'zini sabrchanlikqa odatlantiradi. Mo'min kishi har qanday ahvol ostida tavranmay tik qad ko'tarib turadi. To'rtinchi, xurma daraxining tashqi ko'rinishi go'zal, mevasimi ta'mli keladi. Mo'minmi shunga o'xshash. Tashqi ko'rinishi pokiz, ratlik va yoqimliq bo'ladi. Dilimi pok iymon bilan to'lgan bo'ladi. Allohdan qo'rqadi, yomon qiliq, badniyat, hasadxo'rlik, ichi yomonlik, piqsiqlik, qo'rqinchoqlik va boshqa yomon illatlardan xoli bo'ladi. Kishilarni yaxshi ko'radi va boshqalari bilan chiqishqoq keladi. 5. Xurma daraxining hamma yeri foydali. Mevasi yeyiladi, uzun bo'ladi, yog'ochi challa barang yasashqa, shoxlari qapas yasashqa, yaproqlari sivat yasashqa, paxallari og'amch yasashqa ishlatildi. Mevasini insonlar yesa, uruqi hayvonlarga halab qilib beriladi. Mo'minmi shunga o'xshash hamma tarafdan foydali bo'ladi. Uning aqli haq uchun o'ylaydi, tili rost so'zlaydi, g'ayvat qilmaydi, gap to'shamaydi, boshqalarga laqam qo'ymaydi, boshqalarni tillamaydi. Qo'li rahimsizlikni, boshqalarga azor berishni va o'g'irlik qilishni bilmaydi. Balki boshqalar bilan hamkorlashib yaxshi ishlarni qiladi. Ko'zi haromga qaramaydi, quloqi o'g'irlikcha gap tangshimaydi. Boshqalarning aybini izlab yurmaydi. Shunga har qanday kishi mo'mindan yaxshilik kutadi. Mo'mindan yomonlik kelmagachga, kishilar mo'minning yomonlik qilishidan xotirjam bo'ladi. 6. Xurma daraxining mevasi yil bo'yi o'zilib qolmaydi. Yil bo'yi bozorga kiradi. Xurma g'uri holatidami, pishqan holatidami hamda qurg'an holatidami yeyiladi. Mo'minmi shundoq? Atrofdagilarga to'xtab qolmay o'zliksiz foyda manfaat yetkazadi. Yordam qiladi, sil rahim qilib yo'qlaydi, yo'laydi, boshqalarning holiga yetadi. 7. Xurma daraxiga chalma assangiz meva tashlab beradi. Mo'min kishi shundoq.
Yamanlıqni yamanlıq bilan qaytarmay, yamanlıqqa yaxşılıq qilib javob beradi. Payg'ambarimiz bu vaqtda mo'minlarga boshlamchi va ulgu bo'lgan. U o'ziga bermagan kishiga bergan. Uni yo'qlamagan kishini yo'qlagan. Zulm qilganlarni kechirib o'tgan. Boshqalarning nadonligini va nacharligini keng qursaqlik va apochanlik bilan bartaraf qilgan. 8. Xurma daraxti yil bo'yi parqaroqlik holatida yap-yeshil to'n kiygan bo'ladi. Mo'minmi taqvodorlik va oliyjanob axloq to'nini umr bo'yi salmaydi. Sharmi haya, kamtarlik va fazilat uningdan nari ketmaydi. 9. Xurma daraxtining soyasi yenik bo'lib, atrofdagi ziroat va dal-daraxtlarning o'sib yetilishiga to'sqinlik qilmaydi. Zarar yetkazmaydi. Mo'minmi atrofidagi qo'shni, do'st birodarlariga ig'irlik solmaydi. Qo'shnilarning haqqini to'liq ado qiladi. Abduri Doktor Abdul Aziz Rahmatullah. Sajiya Islom tadqiqot markazi.